Zaynab binti Abu Salama radhiyallohu anha. Mo'tabar mo'mina ayollar kitobidan. Bu ayolning to'liq ismi Zaynab binti Abu Salama Abdulloh ibn Abdul Asad ibn Hilol ibn Amr ibn Mag'zumiya bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarbiyalarini olgan o'gay qizlari. Onasi Ummu Salama binti Abu Umayya radhiyallohu anha Habashistonda tug'ilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xonadonlariga kelganida go'dak edi. Ibn Sad rahimahulloh aytadi: Asmo binti Abu Bakr uni emizgan. Shuning uchun Zaynab Zubayr ibn Avvom bolalarining xolasi. Asal ismi Barra binti Abu Salama ibn Abdul Asad bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning ismini Zaynab qo'yganlar. Madina ayollarining fazilatlisi edi. Payg'ambarimiz alayhissalom uni yaxshi ko'rib, Zaynab qayerda? Zaynab nima qildi? deb chaqirar edilar. Payg'ambarimizdan 7 ta hadis rivoyat qilgan. Shuningdek, Oysha va Ummu Habiba radhiyallohu anhunalardan ham hadis rivoyat qilgan. Zaynab bint Abu Salamadan o'g'li Abu Ubayda ibn Abdulloh ibn Zam'a, Muhammad ibn Ato, Aroq ibn Bolik, Humayd ibn Nofi, Urfa ibn Zubayr, Abu Salama ibn Abdurrahmon, Zaynul Obidin Ali ibn Husayn va boshqalar hadis rivoyat qilishgan. Zaynab binti Abu Salama xolasining o'g'li sahoba Abdulloh ibn Zam'a ibn Asvadga turmushga chiqdi. Rasulullohning tarbiyalarini olgani sabab keyinchalik Madina ayollarining faqihasi bo'lib yetishdi. Abu Rifoa Sog'i aytadi: Madinalik faqih ayollarni eslaydigan bo'lsam, Zaynab binti Abu Salamani eslardim. Zaynab binti Abu Salama bunday hikoya qilgandi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat olayotgan edilar. Onam, u zotning oldilariga kir deb aytdi. Kirganimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzimga suv sepib, orqangga qayt deb aytdilar. Men Zaynabni qaraganida ko'rdim. Yuziga bironta ajin tushmagan edi. Imom Tabaroniy Kabir kitobida keltirgan. Hijratning 80-yillari olamdan o'tdi. Yana boshqa mo'mina mo'tabar ayollarimiz haqida bilish uchun sahifamga obuna bo'ling va bu videoni ilm olishni xohlaydigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sahifamdan Hazrati Hadija radhiyallohu anhu, Hazrati Oysha radhiyallohu anhu, Hazrati Ummu Salama, Ummu Habiba, Hazrati Maymuna, Hazrati Hafsa, Zaynab binti Jahsh va boshqa radhiyallohu anhunalarni topishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum.